Assalomu alaykum hammaga. Nexia Sons Scrambler hamma narsa qilingan. Xo'p. Mashina yaxshi. Atak ma'lum 1 kilometrga borgandan keyin o'chib yo boshqa bo'layotib turgan bo'lsa, dimiqi ba'zan jichak turib ozgan vaqtdan keyin yana yaxshilanib turib, yana bir ma'lum bir masofadan keyin yaxshilanib, yana shuna umuman tortish yo'q qolyapti turgan bo'lsa, doimo benzin nasos davleniya nima taraflamaga qaramaydi. Bu narsani yaxshilab bir boshdan tekshirib chiqish kerak. Hozir ko'rsatamiz. Davay. Mana. Qayerdan qo'yapti ko'rasizlar? Bu narsani hozir shashmay turganda, pampers oldida turganda pamperslarni qo'ylashmasinlar. Hozir. Davay. Mana. Şöyle durur. Yani. Xo'p. Bo'ldi. Bu narsani aytib ketaman. Xo'p, ichida bokdan tashqari bitta paqircha bor. Paqirchada ikkita kiruvchi. Xo'p, bittasida ikkita kiruvchi shlang bor, bittasi klapan bo'ladi. Bittasi klapan tepalikka qiyriqon bo'lganda benzinni kirgizadi. Atak o'sha vaqtda qiyriqon bo'lganda yoki bu tarafda benzin kamayib ketgan vaqtida tashqariga benzinni qo'yib yubormaydi. Ikkinchisi, apparatga klapan oldi tarafdan orcha benzinni qaytaradida, olib kelib turib, paqirchani pastroqda suqilgan joyi bor. Mana xomut ham turibdi. O'ta darajada xira bo'lyapti. Qisqasi apparatga qaytib turib, paqirchaning ichiga kirish kerak bu narsa. Paqirchani yana to'ldirib turish kerak. Bu tashqariga qo'yib yuboryapti bokni o'ziga, paqirchaning ichida benzin qolmayapti. Shu narsaga ahamiyatli bo'lsa, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aka, mashinamiz bitdi. Qani aka, bitta zavod etqinchi. Yo'lliq aka, o'sha joylarni qo'yib olishlari kerak. Ko'taryapti har qancha gaz bossa.